butunlay qutulishi iloji bor. Uning uchun siz oldin o'zingiz yaxshilab tanishingiz kerak. Men kimman? Nimaga bu yo'lga kirib ketib qoldim? Nimaga men bu narsani kontrol qila olmayman? Nimaga meni jigarlarim, aka-ukalarim, oilam hammasi to'g'ri, yaxshi insonlarda nimaga eminman, narkoman bo'lib ketdim? Nimaga men shu narsani zararligini bilib turibman, oqibatlari yomonligini bilib turibman, yana qayta iste'mol qilyapman? Nimaga men bu narsani o'zim uchun oqlayapman? Nimaga bu narsani men hammadan bekityapman? Nimaga hozirgi kunda faqat meni yonimda narkotik bo'lsa bo'ldi, oilam, dinim, yaqinlarim shart emas? Nimaga men bu narsadan uje huzur halovat olmasam ham yana qayta iste'mol qilyapman degan savollarga javob topganingizdan keyin qutulsangiz bo'ladi. U savollarga javob topishingiz uchun siz bu yoqqa kelib mutaxassis bilan ishlashingiz kerak. Chunki siz o'zingizda bo'layotgan muammoni hech qachon qaram insonni hayotidan narkotikka olib tashlagan taqdiringizda ham u boshqa narsaga qaram bo'lib qoladi. O'yinga qaram bo'lib qolishi mumkin, alkogolga qaram bo'lib qolishi mumkin yoki ishga qaram bo'lib qolishi mumkin. Chunki qaramlik kasallanish turlari ko'p. Eng asosiysi ikkita qismga bo'linadi. Bu химическая зависимость, не химическая зависимость bor. Химическая зависимость mana shu ximiya bilan tayyorlangan любой dori bo'lsin, parashok bo'lsin yoki qanaqadir manba kurительный narsalar bo'lsin, o'shalarga qaram bo'lib qolaveradi. To o'zi bilan o'zi ishlamaguncha, mana miyasidagi mexanizmlarni, xulq-atvori, fikrlashi, hissiyotlari bilan ishlanmagunicha. Men aytayotganimdek, sog'lom inson bitta narsa qilishidan oldin oqibatini o'ylaydi. Menga jabr yetkazilyaptimi bu narsadan? Menga zarar kelyaptimi? Значит, men qilmayman degan narsani miya bemalol buyruq bera oladi. Xuddi shu narsa qaram insonlarda bo'lmaydi. Yaxshi, kerakli savol berdingiz. Qaramlik kasali bu miyada joylashgan. Bekorga bu kasallik deb tan olinmagan. Bu vobshe boshqa narsa. Narkotik iste'mol qilish bu vobshe boshqa narsa. Nimaga? Ikkita odam bitta narkotik iste'mol qilyapti. Bittasi bo'ldi kirib ketadi, oqibatini bilsa bilmasa kirib ketadi. Bittasi oqibatini bilib, u sirazi отказ qila oladi. Bu degani bitta odamda qaramlik kasali bor degani, ikkinchi odamda qaramlik kasali yo'q degani. To есть bu yerda muammo narkotikda emas. Endi o'sha aytganingizdek oqibatini bilib turib ham o'sha narsani qaytadan iste'mol qilish bu kompulsivnost, bezumiye deyiladi. Bu qaram insonlarni miyasida joylashgan mana shunaqa mexanizm ishlaydi. To есть ular bilib turib, o'zi tanlab turib, kelajakda hamma narsamni ko'timga tiqib yuboraman, konchilik bo'lib ketaman deb hech kim iste'mol qilmaydi. Ularda majbur shu narsani iste'mol qilishiga. Даже odam qaram bo'lib tug'iladi, ishonasizlarmi shu narsaga? Undan tashqari, undan bo'ladigan zararlari bor, bu psixikada. Bilasizlar, shizofreniya, paranoya, gallyutsinatsiya degan narsalar bor. Bu ko'proq mana shu sintetik narkotik iste'mol qilinayotganini oqibatida bo'ladigan narsa. Plus nashada ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. O'sha ko'p miqdorda iste'mol qilavergani hisobiga har xil shubha, gumonlarda yurishi, kimdir meni kuzatyapti, kimdir meni podstava qilyapti, meni ayolim o'zimga xiyonat qilyapti, boshqa erkak bilan yotib yuribdi, pichoq ko'tarib men uni o'ldiraman, meni qo'yib berishyapti. Har xil mana shunaqa sog' insonni ko'ziga ko'rinmaydigan, qulog'iga eshitilmaydigan narsalarni odam eshitib ko'rishi boshlaydi. Imенно mana shu sintetikada nashani ko'p miqdorda doimiy iste'mol qilganida и plus mana shu metamfetamin narkotikida. Metamfetamin o'zi hozirgi kunda yana ko'payib ketyapti. Bu narkotik зависимость chaqirish bo'yicha men bu skorost, mef, lani qatorida turadigan narkotik hisoblanadi. Mana bitta klientim bo'lgan, patsiyentim bo'lgan, juda ham baquvvat sportsmen, irodali bola edi taniganimda. Mana shu metamfetaminga o'tirib 5 oy plotniy iste'mol qilganida konchilik darajagacha borib qolgan. Men prям konchilik darajagacha borib qolgan. Konchilik darajasigacha borish degani bu uje o'zida bor qadrlaydigan narsalariga ham almashib boradigan darajada o'sha narkotik bilan bog'lanib qolishi. Bu degani oilasi, maqsadlari, o'sha sporti, yaqin insonlari, doveriyasi, uydagi narsalarni olib chiqib sotishlar, o'zini do'stlarini sotib yuborishlar, mana shunaqa holatlargacha. Undan tashqari
Chunki qaram inson hech qachon esingizda bo'lsin, hech qachon narkotikga kayfni kontrol qila olmaydi. Uni qo'lida emas. Unda unaqa immunitet yo'q. Boshida kontrol qilishi mumkin, где-то 1 oy, 2 oyda. Ito o'shanda ham qanaqadir lегкий narkotiklar. Narkotiklar turdan turga bo'linadi. Lегкие narkotики, тяжелые narkotики, быстрые narkotики, стимуляторные. Тем более bu kokain bilasizlar, shu topoviy narkotiklarning bittasiga kiradi. O'sha iste'mol qilayotgan odamda qaramlik kasali bo'lsa, to'g'ri shunaqa diagnoz bo'lsa, bu hech qachon kontrol qila olmaydi. Bu qo'pol qilib aytganda, odamzod 2 tonna narsani o'zi ko'tara oladimi? 1000 yil harakat qilsa ham ko'tara olmaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mana shu savolga zo'r bitta narsa esimga tushib qoldi. Ko'p odamlar, insonlar hali o'zini xabari yo'q ekan o'zi narkomanligidan. To есть o'zi narkomanligini ko'p odamlar o'zi hali bilmas ekan bu narsani. Bu это настолько страшно, то есть odam o'zida bor muammoni, bor kasallikni bilmasa, то есть ichida mana shu o'sib kelayotgan смертельное заболевание deyiladi, o'limga olib boruvchi kasallik tasavvur qiling, odamzodda bor, lekin u insonni o'zini hali xabari yo'q, то что unda mana shunaqa qaramlik degan kasallik bor. Tak, ularni xulq atvoridan ajratib olsa bo'ladi. Birinchi очередь o'sha перепад настроения deyiladi, to есть kayfiyati o'zgaruvchan bo'ladi, sababsiz. Ikkinchisi ozib ketishi mumkin, uyqusida muammosi kelib chiqadi, uxlolmaydigan bo'lib qoladi yoki ko'p uxlaydigan bo'lib qoladi, yolg'izlikni yaxshi ko'radigan bo'ladi, yolg'onlar ko'payib ketadi. Mana shu belgilardan bilib olsangiz bo'ladi. Agar yana ham 100% ro уверенность paydo bo'lishi uchun eng oson yo'li test, hozir ko'rsataman. Mana bunaqa testlar bor, juda ham arzon turadi. Tak, mana bu yerda hozir iste'mol qilingan TGK chiqib kelyapti, fentanil chiqib kelyapti. To есть masterka bilan o'sha fentanil degan narkotikni ko'rsatib 5 minutda shundoq ichiga, misol uchun machasini topshiradi, 5 minutda aniqlab beradi. Tak, 12 xil narkotik turini aniqlab beradi bu test. Ko'pchilik aytadi-ku, barigalarni tozalab tashlasa bo'lmaydimi? Nimaga davlat bu narsalarni kirg'izyapti? Nimaga ochiq oydin narkotiklarni sotishyapti deb. Qanchadir protsent sabab bo'lishi mumkin, shu odam bu narsaga o'tirib qolishiga. Lekin narkotikka olib tashlagan taqdiringizda ham narkoman, qaram insonni miyasi nimadandir huzur halovat olib turishi kerak, постоянно. То есть o'sha qo'pol qilib aytganda kayf qilib turishi kerak. Bu любой narsa bo'lishi mumkin. Просто narkomaniya ham, зависимость ham ikkita qismga bo'linadi. Химическая зависимость bor, neximическая зависимость bor. Химический зависимость degani bu o'sha ximiyalar aralashtirilgan любой narsani iste'mol qilaveradi, kashalovga o'xshab yeb ketaveradi, duch kelgan narsani. Neximическая зависимость bor, bu чисто поведениеga qaratilgan bo'ladi. То есть xulq atvori destruktivniy bo'ladi. O'ziga jabr yetkazuvchi xulq atvorga ega bo'lgan o'sha shaxslar bo'ladi. Bular hammasi o'sha qaramlik kasalligiga kiradi. Finibutni nimaga narkotik turiga kirgizib qo'yishdi? Chunki bu как заменитель bo'lib qoldi. Допустим, o'sha narkotik yo'q paytida odamlar pochkalab finibut ichishni boshladi, karbamazepin ichishni boshladi, dimidrol qilishni boshladi, nimetil, fanigalga o'tirib qolganlar bor, baralginga o'tirib qolganlar bor. Ja bo'lmasa magazinga kirib muskatni arex maydalab turib ichib o'shandan ham kayf qilaveradi. Choyga novotlar qo'shib, turshaklar qo'shib, chifir qilib ham, xullas nima qilib bo'lsa ham, mana ichki ma'naviy bo'shlig'ini постоянно to'ldirib turish kerak qaram inson. Shuning uchun men постоянно aytaman, muammo gap bu yerda narkotikda emas. Narkotikka hech kim olib turib og'ziga majburlab tiqib qo'ymaydi. Muammo buni miyasida настолько самобичевание deyiladi bu narsa, настолько mana shunaqa deshevka narsalarga o'tirib qoladi, kley chakishadi, там, чтобы чисто mana shu ma'naviy bo'shlig'ini to'ldirib turish uchun. Odam narkotik iste'mol qilishi oqibatida o'zini tabiatiga mos kelmaydigan narsalarni, ya'ni harakatlarni qilishni boshlaganidan keyin insoniylik hislatlar ketib, hayvoniylik hislatlar paydo bo'lganidan keyin bu uje tugayapti degani. Misol qilib aytadigan bo'lsam, kimdirlar oilasiga bee'tibor bo'lib qoladi, prinsiplariga teskari ketib qoladi, gapirayotgan gapida turmay qoladi, tuflayotgan tufugini yana qaytarib oladi. Bu narsa ichki odamni tabiatidagi o'zi oldindan bo'lgan qanaqadir e'tiqodlari, prinsiplari buzilib ketganini oqibatida bemas'uliyat, yolg'onchi, qasam, xo'r, aldoqchi, mana shunaqa
mashinniklargacha chiqib ketadi-ku, bu u inson yomonligidan emas, bu o'sha shaxsiyatdagi buzilishlardan kelib chiqadigan bo'ladi. O'sha aytganimdek, boyagi 3-4 stadiyaga kelgan odamlarda почти что hammasida shunaqa narsalar bo'ladi.